Namanganda nima bo'lyapti? Namanganda. Oho. Bularning orasida mana mashina eng zo'ri. Eng zo'ri. Voy, bular tugamayapti-yu. Mashinani papasi ketdi. Voy, bularning oxiri tugamayapti. Azar bilasizlar, Namangan shahriga kelganmiz. Avto festivaliga. Bu yerga Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston barcha qo'shni mamlakatlardan avtomobil ishqibozlari yig'ilishgan. Qilib ketishyapti. Oxirida ikkita pojarniy va eng zo'r mashina kelyapti mana. Vachach, krasavchik, gap yo'q. Yoribsiz mashina, chotki, kabriolet. Qani aytdi Ibrohimlar. Mana mashina ham bizdan keyin yetib keldi, kecha o'zcha bizdan oldin kelaman dedi. 5-6 soat kech keldi bizdan. Mana bizning to'chog'imiz turibdi bu yerda. Kia Carnival. Azar Namanganda bo'lsanglar, xudo xolasizlar bilan yana yarim soatdan keyin afsonalar shaharchasida vodiysida ko'rishamiz. Yo, Ibrohim. Nima bu, ey? Your oration. Mana boshlar papasi, mana papasi. Hey! Tojikistondan kelgan mehmonlar bor. Ibrohim, mana mashinani babasi. Mana. Samarqand.